Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 16-martdan 21-mart kunlariga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 16, 19, 20 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 17, 18, 21 mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi, ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 16 mart kuni 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 17, 21 mart kunlari esa kechalari 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 darajani tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 16, 20 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 17, 19, 21 mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 16, 17 mart kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar 16, 21 mart kunlari kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 darajani tashkil etadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, faqatgina 16, 20 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi, ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar 16, 21 mart kunlari kechalar 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 darajagacha ko'tariladi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. 16, 20 mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 17, 19, 21 mart kunlari esa ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar 16, 21 mart kunlari kechalari 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 darajagacha ko'tariladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.